Assalomu alaykum, Ustalar Rus kanalining hurmatli obunachilari. 2026-yilda imoratlaringga darvozalarda eng zo'rini topib qo'yganman. Narx-navolarini bitta-bitta tanishtiramiz, fasollarini tanishtiramiz, listlarini, yupqa qalinligini hamda ustakalarning ishini yoritib beramiz. Bundan tashqari ish sifatlari, ya'ni servislarni ham bir aytib o'tamiz. Faqat va faqat sizlar bittadan like bosib, paddish uchun obuna bo'lish tugmachasini bosib qo'ysalaring bo'ldi. Xo'sh, joyimizni birinchi aytaylik, jigarlar. Va hali videoni oxirida aytmasam, manzilimiz Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani. Qo'qon Farg'ona trassada yo'lning o'ng tomonida. Katta Qo'shtepa. Katta Qo'shtepa degan joyda. To'liq ma'lumotni Xudo xolasa Bahrom akani olamiz. Assalomu alaykum aka. Gapchamasin, Tanijon sog'mi. Bitta shu logotip deb olib qo'yamiz, Ixlos Gaydi. Bu Ixlos Gaydi ma'nosi endi Ixlos darvozalari, ixlosli darvozalar. Ixlos qilib qilyapsiz. Tushunadi. Gap bo'lishi mumkin emas. Darvozalarida eng arzonlari va hammomboblari, bundan tashqari bagativilari ham bor. Bor. Narxiga qarab sifati ham ketaveradi. Ketaveradi. Mashalloh. Qaysi biridan boshlaymiz aka? Azbek boshida aytib qo'yaylik, mana shu 10 ta tayyor darvozamiz o'tgan safar ham qo'ydik, qo'ygandan keyin sotilib. U sotilib ketdi, xudo xolasa. Hozir bir 4 ta 5 ta sotilgan, o'rniga yasab o'sha tikka qilganimizda, uspet qilganimizda qilib qo'ydik. O'rtada bo'shlari o'sha yasalmay qoldi, endi uspet qila olmay qoldi. Xullas, sizning kanalingizda oldik deb chiqishsa, xo'sh. Azbekda oldim desa 1 million, 2 milliongacha. Bitta darvozadan. Bitta darvozadan. Gap bo'lishi mumkin. Qani, bittani buni sezish uchun, bilish uchun biz kanalimizda boshqa ustalarni, ya'ni darvoza ustalarining ishini olib chiqamiz. Darvoza yoqdimi, skrinshot qo'ying. Boshqa ustalarga tashlang. Uyingiz razmeri bilan. Agar chestniy bo'lsin-da, to'g'rimi? Chestniy. Misol 3 ga 4 metr. Shuni hisoblab bering. Misol boshqalar 10 million hisoblasa, akanda 8 million. Shunaqa. Shu gap ketdi. Shu asl shu darvozalarga. Razmerlarga tushsa. Razmeriga tushsa. Yangi yasasak bunaqa el qatori bo'ladi. Tushunadi. Gap bo'lishi mumkin. Videoni aytib o'tsin. Xo'sh, taraf fason. Eng oxirgi modadagi fasonlardan. Shunaqa xaridori ko'p. Xaridori ko'p, to'ppa-to'g'ri. 295 ga 3.5. Buni ustiga eksoluylar bular, Yo'q, yarim 2 qavat deylar. Juda ko'pchilik shuni 2 qavat deb o'ylayapti. 2 qavat. Yarim 2 qavat. Mana bu joylar 1 qavat. Mana Chaspagi ham shu 2-qavatiga bosilganligi uchun shuni urganingizda 2 qavatliga o'xshayveradi-da bu. Yarim 2 qavat. Mana bu joylar 2 qavat. Tushunadi. Nerjavika 3-qavatiga qo'yilgan. Gap bo'lishi mumkin emas. Lislari 1.8, profillar 1.7. Tepalari ham lazerdan foydalangan, ya'ni darvozaxonada ko'pchilik biladi, havo aylanib turishini ta'minlab beradi. Ko'pchiligi hozir o'zbek xalqimiz darvozaxonaga shu kapchami yoki mana bunaqa so'ri deyiladi, Toshkentlarda kravat deyiladi, shunga o'xshash yozgi kunida narsalarni qo'yib qo'yishib, bemalol obed, ujin, choy, nonushta qiladi. Shunda mana shu joylari teshik bo'lsa, ya'ni havo o'tadigan bo'lsa, havo aylanib turadi. Yozgi kunida ham mana kondisionerli uyga kirib ketish shart emas, darvozaxonaga bitta to'shakchani yozadi, 2 dan 4 gacha maza qilib va mirib qoladi. Shunaqa gaplar, gap bo'lishi mumkin emas. Zakazga yozdik, 1 million 200 ming qilib beraveramiz. Vodiy va Toshkent bo'yicha dastavka ustanovka o'ylamay qo'yishaversin. Gap bo'lishi mumkin emas. Sizni kanalingizdan oldim deb chiqsin, shu razmeri tushadigan bo'lsa, mayli 1 milliondan beramiz. 1 million 200 emas, 1 million. Razmerini bitta aytamiz. Endi 295. Balandligi 3.5. 3.5. Endi yana qaysini? Bunimi? Emas, Bu ham taraf fasonda bir turi. Bu yangilikroq. Yangicha. Bunda o'sha oldini ko'p ishlatilgan ekan-a? Shunaqa. Bu baquvvat chiqadi-da, bu narsa qancha ko'paygan sari baquvvatlashaveradi. Tushunadi. Shunaqa. Endi 3.20, balandligi 3.40. Nerjavikalarda qo'yilgan mana. Tushunadi. Korobkalari 8 ga 8 2ligidan bo'lgan. Listlarimiz 1.8lik, zamoglari zubr zamok qo'yib beramiz, taglari shiyillik. Kraskasi o'chmasligiga kafolati bor. 5 yil kafolati bor. Bu ham 1 million 200, yana 1 million 100 ming. Deylik. 1 million. Aksiyada 1 million 100. Yo'q, aksiyada emas, yangi yasasak 1 million 100. Sizni kanalingizdan oldim deb chiqishsin, mayli. 950 mingdan vodiy bo'yicha olib o'rnatib beraveramiz. Bo'laveradi. Alloh rozi bo'lsin. Qani, aka, bu bitta joyda olib keling kamera. Bitta yaqinroq olib keling. Mana bu yerda balgar qo'ygan joyi bor. Bu defekt hisoblanadi. Misol ishchilaringizga qaramaysizmi aka? Ishchilarga buni yetiladi. Mana buni o'zim ko'rdim, haligini yetdimi sizga? Bu narsani so'rasizmi, yetib ketaveradi. Buni almashtirish muammo emas. Demak, hozir almashtiriladi. Ya'ni kimnidir xonadoniga mana shunday bo'lib bormaydi. Yo'q, uni almashtirib jo'natib yuboradi. Endi agar ko'zlari bilan ko'rib, menga bo'laveradi. Shu faqat darvozaning narxidancha tushib bering, bu qolaversin.
narsa qilmaydi. 100 ming 200 ming tushib beramiz desa tushib beraverasiz. Ha, unisini shu nerga ekani pulini tushunamiz. Ha, gap bo'ladi. Bunda muammo yo'q. Alloh rozi bo'lsin. Xo'sh, mana bu fasonni qarang endi. Bu xudo xolasa bu ham yangi fason, aka. Qaytakda. O'zi haligi aksiyaga chiqaryapman deysiz, lekin ko'p darvozalar hammasi yangi fason. Mana qarang, yangi turibdi o'zi, laklari ham o'zi. Aha. Mana yaqinda olib kelib ko'rsating, siz changda sepilganmi dedingiz haligida. Bu mana o'sha nima bo'lgan? Bu o'sha Grantex deyiladi. Buni kamroq sepilgan xolos. Grantexda ozgina qalin sepsa, bu qalinlashadi. Bu hamma joyga bir xil tushgan. Bu changda shamolda qolib ketmagan. Ha, changda qolmagan. Gap bo'lishi mumkin. O'sha savolingizga javob. Eni 330 balandligi 340. Aha. Zakazga 1 million 200 ming so'm tayyorlaymiz. Sizni kanalingizda oldim deb chiqishaversin, mayli 1 million so'mdan shu darvozamizni berib yuboramiz. Alloh rozi bo'lsin. Agar Xudo xolasa kelajakda men ham mana shundan qilgizaman. Juda jun chiroylisi ekan. Bo'ladi. Bunimiz endi eni 3 metr. 3 metrga Balandligi 330. 330. Bu ham tarax fason. Qarang o'zi bitta tarax fasonda 5 xil 6 xil fasonlari bor ekanda. Yo'qyapti odamlarga azlik ortiqcha berishgan emas. Keyin karcherlar bemalol yuborasiz. Suv to'xtamaydi, tushib ketadi. To'ppa-to'g'ri, ha. To'ppa-to'g'ri. Endi shuni aytmoqchidim. Yangi yasalsa, mana bu yerda bunaqa joyi ko'p emas. Albatta, ha. Bir xil darvozalarga 5 sm, 6 sm chiqqan. Bular yuvganda qiynaladi, yoki yomg'ir yoqqanda qiyin bo'ladi. Shunaqa. 3 metrga 320. Yana 3 metr, balandligi 330. Ha, 330. Zakazga 1 million 100 ming so'm. Ha. Sizdan oldin deb chiqishsa mayli. 950 ming vodiy bo'yicha o'rnatib beramiz. Qarang, mana shuni men o'zimga 900 dan berarmidingiz? O'zingizga ham. Ha. 939. Yo, unadimi? 950 dan. 900 dan bitta to'g'ri kelmay qoladi sizga ham, to'g'risi. Ha, bo'ldi. Demak, o'zini narxiga yaqin narx o'ylatganda. Yo'q, endi foyda qoladi, to'g'risi. Endi hali unaqa demaylik. 950 mingdan beraveraylik. Hali undan tushsak foyda yolg'on bo'lib qolmasa, foyda qolaveradi. 800 mingdan bersak ham to'g'risi foyda qoladi. Voy, aka, soqqani qilyapsan ekan, demak. Yo'q, endi ko'pchilik tirikchilikda. Tushunadi. Bunimiz nomi nima? Bu nomsiz degan darvoza. Nomsiz darvozamiz. Gap bo'ladi mumkin emas. Haytakda endi. Burchak fason. Eni 412, balandligi 3,5 azbek. To'g'ri. Kuniga 500 ming dollar soqqa qiladigan akalarimizga mana haytak va shu yorvorishsin. Zakazga 1 million so'm. Bir qavat, lekin 2 qavatlini duxini beradi. Profillari ko'pligini hisobiga. Shunaqa. Tushunali. Sizni kanalingizdan oldin deb chiqishaversin, 800 mingdan beraveramiz. 200 mingdan kvadratiga arzon qilib beryapmiz. Voy, mashallah, gap bo'lishi mumkin. 15 kvadrat bo'lsa 3 million arzon beryapmiz. Hozirgi aytgan narsangiz mana undan ekanda. Albatta. Tushunali. A'lo darajada. Alloh. Salqinga olib kirib qo'ymadilar, men orqada joy bor edi. Orqaga ham olib. Qo'shimcha blogerlar kelishdi. Endi bularimiz arzonroq. Ha, bunisi endi kvadrati 500 mingdan pastroqmi shunda? Yo'q, jamlaqa arzon emas uni. Agar rosti reklama qilyapsiz boshqacha, shunga qarab ayting. Haqiqatan aksiyaga tushdimi, odamlar his qilish kerak. Buni mana sizda hozir aytamiz, nimasida farqi borligi. Endi 415. Balandligi 3,5. Azlik mana listlari bor-ku. Mana listda 08 bor, 09, 1, 1, 1, 2, 1, 3 bor. Mana 1,2ligi. Mana ularni 1,7lik. 1,7 tenka. 1,5 emas. Yo'q, mana o'si 2lik. Keyin mana listi muhim emasda, darvoza mana suyagi baquvvat bo'lishi kerak. Chunki ko'p narsa nima darvoza chetdan chirayapti. 10 yil o'tib ketib, mana narsa chirib ketadigan bo'lsa, muammo emas. Agar mana chirib ketsa, darvozani noldan almashtirish kerak. Tushunadi. Xullas, 600 ming qilamiz zakazga. Razmerlarga tushib qolsa 500 mingdan beraveramiz. Mana shu joy 500 ming bo'lardi, gap bo'lishi mumkin emas. Bo'laveradi. O'zi mana shunaqa narsalarni aytib keting. Bunimiz-chi? Juda ko'pchilik juda chiroyli mana. Gapingiz bo'lsa, juda ko'pchilik listenetchilik nima deyaveradi. Hech kim kamdan kam mana profilni so'raydi. To'ppa-to'g'ri. Qaranglar, qadrdonlar. Ustalar yetmasa biladi. Foydali mana bu. Masalan, darvoza bu akamdan olasizlar, boshqa joydan olasizlar, faqat listen emas, pastga qo'yilgan profillarni ham qalinligini, stinkasini so'rasiz, to'g'rimi aka? Birinchi o'rinda mana ikkinchi daraja. Mana ikkinchi daraja. Mana kerak. Mana narsa sababi 10 yil o'tib bu chirib ketsa darvoza tugadi degan. Agar bu chirib ketib bu yaxshi tursa, buni o'zini olib tashlab, o'rniga list bosasiz, yangi darvozada, xullas foydali narsa. Zakazga 650 ming so'm, 550 mingdan tayyor holatiga berib yuboramiz. Yana 356, balandligi 325. Gap bo'lishi mumkin. Bundan tashqari so'rlarimiz necha puldan boshlanib, necha pulgacha? Shuni ham bitta ayting. 3 milliondan boshlanadi, 10 milliongacha o'sha darvozamiz qolib ketdi. Bo'ldi, ammo tezlashtirib yuboramiz. Vaqtimiz ko'payib ketsa, odamlar zerikib qolyapti. Bo'ldi.
So'rlarimiz haqida ham bir ma'lumot berib ketaman. Tekin, 3 mana mana shular. Necha pul berasiz mana shu? 6,5 million so'm Samarqandgacha dastavkasini o'ylashmay qo'yamiz. Tekin. Bunimiz-chi? 5,5 million. Qarang. Sizda mana shu nomerlaringizni mana shu YouTube kanaliga qo'yamiz. Telegramda yozsa, so'rlar faslini tashlab berasiz. Bo'ldi. Hozir bu yerda misol ko'rimsiz bo'lib turgan bo'lishi mumkin. Chang holatda bo'lishi mumkin, ha? Siz misol tayyor holatda tepalariga taxtalari qo'yilgan holatlari bilan tashlab bersangiz, misol bitta xarid qilmoqchi bo'lgan bir 20 aqlni tashlab bersangiz, narx-navolarni kelishib olasizlar. To'g'rimi? Bo'laveradi. Mana o'sha yer yong'og'imiz. 1 million 200 ming so'm zakazga. 850 ming so'mdan aksiyaga. Buncha arzon bo'lib ketdi. Bu yerib sotib olmasak bo'lmaydi. Endi anchadan beri turibdi to'g'risi. Men shunga bilmayman, bir 6 oymi, 5 oy bo'ldi. Tushunarli. O'zi aslida qarang, bitta narsa. Arzon bergani sababi men bitta aytay. Misol listda arzonni ishlatmagan yo boshqa narsa bo'lmagan, faqat mana shu yo'l yoqasida o'tayotib turgan odamlar mana shu darvoza borligini ko'rsin, shularga qarab razmerini aytsin yoki zakaz qilsin degan maqsadda qilingan ko'rgazma uchun. Albatta. Showroom deyiladi-yu. Shunaqa. Haligi boshqa narsa hayollaringga kelmasin. Adhud listdan qilinibdi yoki boshqa narsa yoki arzon listdan qilinibdi degan narsalar bo'lmasin. To'g'rimi aka? Yo'q. Faqat mana shu joyga ko'rgazma uchun qilingan. Albatta. Shuning uchun mana berilyapti. 850 ming. 3 metrga 3 metr darvozamiz o'zi, yonlari bilan 360 ga 3,5. Tushunarli. Yana 340 balandligi 3,5, 1.8 listdan bo'lgan. Zakazga 850 ming so'm. Shu darvozamizni olishadigan bo'lsa 750 ming so'm. 750 ming so'm. 3,5 ga 3,5. iPhone fasonimiz. 6,5 million ga berib yuboramiz. Gap bo'lishi mumkin. Mana kvadratini 550 mingdan beramiz. Zakazga 650 ming so'm qilib beramiz. Alloh rozi bo'lsin. Tushunarli. Manzilni bitta ayting to'liq. Manzilimiz Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani. Katta Qo'shtepa, Qo'qon, Bag'dod yo'nalishida. Ixlos Gayti darvozalar tepadagi logotipni olamiz. Qo'qon, Bag'dod yo'nalishida joylashgan. Bu taraf Qo'qondan kelish, Bag'dodga ketish. Tushunarli. Qo'qondan kelishda o'sha hozir aytganingizda o'sha tepaga katta qilib yozilgan. Bo'ldi. Bu yerda nechta so'rilarimiz bor? So'rilarimiz ko'p endi, mana shu bordir. 20 ta bormi? Shunaqa ichkarilarda ham kelasi kesillarni tanlab olishlari mumkin yoki qo'ng'iroq qilib Telegramda yozsalaring ham fasollarni tashlab berishadi. Doim akamiz shu yerda xizmatda. Bu yerda bo'lmasa ham ishchilar bor. Ukalari bor aka. Albatta. Tushunarli. Yana qanday ma'lumot qolib qolsa? Bo'ldi, shu aka. Nomerimizni endi ekranga qoldirib qo'yamiz. Ayting bitta og'iz aka aytaylik. 91lik 284 0094. Tushunarli. Keyingisi 90lik 366 4399 ga ham qilaversa, u ham katta uka. Bo'ldi. Akalar, bugungi videomiz bo'ldi aka. Bemalol siz akalar mehmonlarga qaravering. Bo'laveradi. Bugungi videomiz foydali, manfaatli video bo'lgan bo'lsa, bittadan chiroyli qilib aytib olsanglar, ilohim chiroyli qilib umid bilan qilayotgan imoratlaring yaxshi kunlarga, to'ylarga buyursin. Mana shunday chiroyli, fayzli xonadonlarga eng ko'rkam darvozalarga qo'yish nasib qilsin. Mana bunday eng ko'rkam so'rilarimizni olish nasib qilsin akalar, ukalar. O'zi pulingiz yo'q yoki kam bo'lsa ham ko'nglingizdan, chin yurakdan bitta niyat qilib qo'ying, Alloh yetkazay degan. O'zi yetkazib qo'yadi. Qayerdan kelganini bilmay qolasizlar. Chiroyli qilib aytib olsalar ham bo'ldi. Salomat bo'linglar.